Assalomu alaykum qadrli futbol muxlislari, futbol sevar do'stlar. O'zbekiston, Osiyo va dunyoda ro'y berayotgan eng qiziqarli, muhim xabarlar bilan har doimgidek Osiyo futbol kanal boshlovchisi Muhammadjon o'z ishini boshlaydi. Qadrli do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'ling, voqealar rivojini biz bilan kuzatishda davom eting. Bugun ham O'zbekiston Superligasi, Osiyo qit'asi va dunyoda ro'y berayotgan ajoyib xabarlar bilan mavzuni davom ettiramiz. Xabaringiz bor, O'zbekiston Superligasiga 10-martdan start beriladi va bu safar juda ham qizg'in o'yinlar bo'lib o'tadi. Ekranlaringizga ham qo'yamiz va bo'lib o'tadigan o'yinlarni tomosha qilishingiz mumkin va o'zingizni sevimli klubingizni, jamoangizni qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Demak, bo'lib o'tadigan o'yinlar: Neftchi Andijon, Mash'al Qizilqum, Paxtakor, Navbahor o'yinlari 10-mart kuni bo'lib o'tadi. Keling qadrli do'stlar, mana shu ikkita muhim o'yin 10-mart sanasida bu vodiy derbisi bo'lib o'tadi. Ya'ni Farg'ona, Neftchi, Andijon klublari o'rtasidagi ajoyib o'yinning guvohiga aylanamiz. Mash'al Qizilqum Qashqadaryoda Qizilqumni qabul qilsa, Toshkentning Paxtakor jamoasi Namanganning Navbahor jamoasini qabul qiladi. Timur Kapadze bu safar mag'lubiyatdan keyin Toshkentda Paxtakorni mag'lub etish uchun yana bir imkoniyatdan foydalanib ko'radi. 11-mart sanasida Surxondaryoning Surxon jamoasi va Toshkentning yana bir klubi Bunyodkor bahs olib boradi. Aynan o'sha kuni yana Toshkent, Lokomotiv, Qo'qon 1912 jamoalari o'yinga oydinlik kiritishadi va Buxoro, Xorazm jamoalarining ham ajoyib o'yiniga guvoh bo'lamiz. Xo'sh, Buxoro ham, Xorazm ham hozirda o'z imkoniyatlarini yaxshi davom ettirishmoqda. Ko'ramiz, bu o'yin ham qiziqarli bo'lishi aniq. Va 12-mart sanasida Olmaliqning OKMK jamoasi Jizzaxning Sug'diyona klubini qabul qiladi va Samarqandning Dinamo jamoasi Qashqadaryoning Nasaf jamoasini qabul qiladi. Bu jamoalar ham O'zbekiston Superligasida bir-biriga juda kuchli raqib va chempionlik uchun asosiy da'vogar bo'lgan klublar hisoblanishadi. Demak, qadrli do'stlar, turnir jadvaliga e'tibor qaratadigan bo'lsak, juda ham qiziqarli turnir jadvali vujudga kelgan. Ekranlaringizda ham tomosha qilishingiz mumkin. Farg'onaning Neftchi, Toshkentning Lokomotiv, Paxtakor, Nasaf, Buxoro jamoalari kuchli beshlikni egallab turibdi. Andijon, Dinamo, Bunyodkor, Navbahor, Xorazm, Qizilqum jamoalarida 3 tadan ochko mavjud. Qo'qon 1912, OGMK, Surxon, Mash'al, Sug'diyonada hozirda ochko yo'q. Va qadrli do'stlar, demak 10-martdan barcha 3-tur o'yinlarga start beriladi. Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz. Va endi dunyo futboliga to'xtalamiz. Gianni Infantino o'zini Instagram sahifasida shunday ajoyib post qoldirdi. Xabaringiz bor, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro va Fransiya terma jamoasi bosh murabbiyi Didier Deschamps haqidagi postni qoldirdi. Bu ikki chempion, Fabio Cannavaro Italiya bilan jahon chempioni bo'lgan, Didier Deschamps esa Fransiya terma jamoasi bilan jahon chempioni bo'lgan. Bu bir paytlar jahon chempioni bo'lgan futbolchilar endi jahon chempionatida o'zlarini milliy terma jamoalari bilan ishtirok etadi. Bu taqsimga sazovordir deb FIFA rahbari Infantino shunday post qoldirdi. Qadrli do'stlar, ko'ryapsiz, mas'uliyat juda ham kuchli milliy terma jamoamizda. Fabio Cannavaro, demak, jahon chempionatiga terma jamoamiz shunchaki ishtirok etish emas, kuchliroq ishtirok etishi talab etiladi. Va qadrli do'stlar, mana bu xabar bilan mavzuga yakun yasaymiz. Xabaringiz bor, siyosiy vaziyat keskinlashgani tufayli Eron milliy terma jamoasi jahon chempionatiga bormaydimi yoki boradimi degan gap so'zlar so'roq ostida qolmoqda. Agar bizga, aniqrog'i menga yetib kelgan xabarlarga ko'ra, bir xabarni o'qib oldim. Eron terma jamoasi jahon chempionatiga bormasa, bilasizmi kim? Rossiya terma jamoasi Eronni o'rniga jahon chempionatida ishtirok etishi mumkinligini yozishgan. Ochig'i hayron qoldim. Eron terma jamoasi Osiyo qit'asidan jahon chempionatida ishtirok etadi. Rossiya terma jamoasi esa Yevropadan. Lekin qanaqasiga bunaqa muhokama qilinyapti, ochig'i hayronman. Birinchidan, bu xabar fake deb o'ylayman. Hech qachon ishonmang. Shaxsan men ishonganim yo'q. Hech qachon Eron milliy terma jamoasining o'rniga Rossiya jahon chempionatida ishtirok etishi bu aqlga sig'maydigan juda ham ahmoqona va kulgili gap. Agar haqiqatan Eron terma jamoasi jahon chempionatida ishtirok etmasa, Rossiya emas, aynan Osiyo qit'asidan chiqadigan jamoani keyingi musobaqaga olib chiqqan yaxshiroq deb o'ylayman.
Voqealar rivojini kuzatishda davom etamiz va o'zingizni fikr-mulohazalaringizni yozib qoldiring. Osiyo futboliga obuna bo'ling. Futbol Osiyo Instagram kanallarimizga ham obuna bo'lishni unutmang. Biz yana gaplashamiz. O'zingizni ehtiyot qiling. Yaxshi kunlarda diydor ko'rishish nasib etsin.